Telegramda shunaqa funksiya bor, odamlar sizga yozishi uchun yulduzcha, ya'ni pul to'lashlari kerak bo'ladi. Bu faqat premiumi bor Telegram akkauntlarda bo'ladi, ya'ni siz premium sotib olgan bo'lishingiz kerak. Buni hozir qanday yoqishni o'rganamiz. Buning uchun Telegramimizga kirib olamiz. Bu yerdan 3 ta silka bosib, nastroykaga o'tamiz. Bu yerdan mana shu joyga o'tamiz. Bu yerda сообщение bor, голосовой сообщение bor. Bular faqat premiumingiz bo'lsa, sizni bu funksiyani yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, сообщениеga bosamiz. Soобщение yulduzcha uchun degan joyi bor mana. Tanlaysiz. Modda yulduzchani tanlaysiz. Masalan, 200 ta yulduz, 205 ta yulduzcha $2.26 bo'lar ekan. Har bitta сообщение uchun shuncha pul to'laydi-da, keyin sizga xabar jo'nata oladi. Yoki kontaktli premium подписчик degan joyi bor. Siz kontaktlaringiz yo bo'lmasa premium подписчикlar shunaqa qilib yozadigan qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu umumiyga. Всеga bossangiz, hamma sizga yozaveradi. Besplatniy. Bu yerda голосовой сообщениеga kirsangiz, xuddi shunaqa nima bor. Kontaktlar yozsa bo'ladi. Голосовой сообщениени никто, ya'ni hech kim yozmaydigan qilib qo'ysangiz bo'ladi. Голосовой сообщение sizga faqat yozishadi, nimada so'z yozishadi, sizga голосовой сообщение yozish olmaydigan qilib qo'ysangiz bo'ladi. Shunaqa funksiyalari bor. Agar premiumingiz bo'lsa, ishlaydi mana shu funksiyalar, yaxshi funksiya.